القول قول الصوارم كي تسترد. Ro'zani umuman tutmagan odam dangasalik qilib, niyat qilmadi, boshqa qilmadi, tutmadi, uxladi. Xotini uyg'otsa ham, bolalari uyg'otsa ham tutmadi. Ishini bahona qildi, boshqa narsani bahona qildi, charchab qolaman dedi. Ayizlar ish bahona emas, shuni yaxshi bilib olaylik. Qayerda ishlaysiz ham tuting ro'zani. Tuting bas tutasiz. Xudoning buyrug'i bu narsa. Ertalabdan kechgacha o'sha kun dalada ishingiz bor, misol uchun. Bugun dalada kartoshka ekishimiz kerak edi. Tutasiz ro'zani. Ro'zani tutmaslikka hech qanaqangi uzr yo'q. Hushidan ketib qolsa, kasal bo'lsa, endi ro'za tutishga kasal bo'lsa, boshqa bo'lsa mayli turing. O'sha kuni bir safarga chiqqan degan bo'lib qoldingiz. Deylik, bir bozorga borasiz o'sha kuni yoki dalada ish ko'payib ketdi. Bunaqa uzrlar o'tmaydi aytadi. O'shaning uchun ular bolalar aytadiki, ro'zani tutmagan odam shunaqa qattiq gunohkor bo'ladiki, kafforat uni gunohini yopolmaydi uni. Gunohini o'chira olmaydi, kafforat kuchi yetmaydi endi. القول قول الصوارم كي تسترد. Mana shu ro'za paytda esida yo'q bir narsa yevoradi. Bo'ladi hammamizda shu holatda. Suv ichib orasida keyin esiga tushib qoladi. Deysiz, ro'za bugun ro'za edi bu. Og'zim bekidi-yu deysiz. Ya'ni nisyodan unutib umuman ro'zaligi esida yo'q. Ro'zaligi esida yo'q. Nisyonan esidan chiqarib agar bir narsa yevoradigan bo'lsa, bir narsa ichib yuboradigan bo'lsa, u Allohning mehmoni bo'libdi deganlar Rasululloh. Alloh u bandani o'ziga bildirmay to'ydirib qo'yibdi.